Hammaga salom, sizlar bilan yana men va yana remont. Bu safar sizlar bilan vannani remont qilamiz. Ko'rib turganinglardek vannani remontiga ancha yil bo'lyapti. Buzib boshqatdan qurmaymiz-ku, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, chiroyli qilishga. Boshimizga ro'mol o'rab olamiz, chunki plitkani kraska qilamiz. Rus blogeridan ko'rgandim. Plitkani kraska qilsa bo'lar ekan. Faqat качественный yaxshi kraska bilan. Birinchi oddiy kraska bilan boshladim. Patolog uchun, chunki patolog avval kraska bo'lgan. Yo bismillah deb kraskalashni boshladim. Borligida titandan foydalanganimiz uchun patologlar sarg'ayib ketgan, qaranglar. Kvadrat kichkina bo'lgani uchun tezda kraskalab bo'ldim. Magazinga kirib o'zimga xohlagan narsalarni tanlab zakaz qilib qo'ydim. Keyin uyda obed qildim. Kraskani hidiganmi bilmadim, qornim yomon ochib ketdi. Oshxonaga kirishga ulgurmay eshitay deb bordim. Keyin plitkani kraskasini tayyorladim va ularni ham tezda kraskalashni boshladim. To'g'risi qo'rqdim, ushlamasachi deb. Keyin o'ylanib qoldim, ushlamasa mendan nima ketdi? Shiltash uraman dedim. Kimga qanaqa bilmadim, men shunaqa ishlar qilsam mazza qilaman. Devorlarni ham juda tezlik bilan bitirib tashladim va finally mana bunaqa holatga keldi. Konsertga borish esimda yo'q. Keyin shunaqa qilib qiynalib qo'l yuvadigan joyda boshimni yuvdim. Keyin chiroyli qiz bo'lib chiqing qilib rasmlarga tushib, likon qilib konsertga yo'l oldim. Konsert juda ham zo'r bo'ldi. Ertasi kuni ertalab 12 da uyg'onib, ortib qolgan kraskadan voal ketmasin deb shularni ham bo'yab tashladim. Atak normalni chiqdi. Ertasi kuni bo'lsa usta kelib, hammomda narsalarni o'rnatib ketdi. Yamaydigan joylarni ham to'g'rilab qo'ydilar. Ursa boshqatdan kraskalab qo'yaman. Qaranglar, ancha ochilgan. Avvalgi holatidan 1000 barobar yaxshi bo'lgan. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, fikringizni kommentariyada kutib qolaman.